$4400 ga yo'l tanlamaydigan, ish tanlamaydigan pul topar Damas mashinasini topib qo'ydim. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana mashinamiz holatlari, bozorlar tekis, yaxshi holatda bo'lib turibdi ekan. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Badanchalari ham tiniq, yaxshi holatda bo'lib turibdi ekan. Mana bu tarafdan ham ko'rsataman. 4 ta yaxshi yumshoq balolarda ekan. 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan mashinamiz. Orqa salonlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Egalar qarab mingan ekanlar. Dehqon odam mashinasi bugun bozorda sotolmagan ekanlar. E'longa qo'yib bering deb aytdilar. O'sha uchun e'longa joylayapmiz. Mashinamiz kraskalari top-toza ekan. Men bu zanglagan joychalarini yaqinda septirdim o'zim uchun deb aytdilar. DTP bo'lgan joylari yo'q, ummam deb aytdilar. Mashinamizning narxini 4400 baholanyapti. Yana kelishtirib beramiz deb aytdilar. Mana shu pastga egalari nomerini qoldiraman. O'zingizlar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Yaxshi narxlarda, yaxshi mashinalar qo'yishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.